Qaynoq yoz mavsumida ko'ngillarga zavq ulashuvchi yangi loyiha. Toshkent shahar madaniyat boshqarmasi mustaqilligimizning 34 yilligi munosabati bilan poytaxtimizdagi barcha ijodkorlar uchun Toshkent madaniyati, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun challenge'ga start beradi. Shartlar juda oddiy. Musiqa, raqs, xonandalik, sozandalik va bastakorlik kabi ijodiy iqtidoringiz namunalarini 30 soniya yoki 1 daqiqalik qiziqarli video kontent sifatida tayyorlang hamda o'z ijtimoiy tarmoqlaringizga Toshkent madaniyat Instagram akkauntini belgilab joylashtiring. Shuningdek, Toshkent madaniyat profiliga ham a'zo bo'ling. Ha aytgancha, video avvalida Toshkent madaniyati, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun challenge'ga deyishni va hashtagni qo'yishni ham yoddan chiqarmang. 23 avgustdan 3 sentyabrgacha ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p ko'rilgan va e'tirof etilgan 3 nafar ijodiy kontent sohiblari g'olib sifatida tanlab olinadi. G'oliblar joriy yilning 5-sentyabr kuni Toshkent shahar madaniyat boshqarmasi tomonidan tantanali tarzda taqdirlanadi. Unutmang, mazkur challenge'dagi jamoaviy ishtirok faqat bitta ijodiy ko'rinish sifatida baholanadi. Challenge'da ishtirok eting, o'z iqtidoringizni namoyon eting va orzularingiz ro'yobiga yo'l oching. Toshkent madaniyati, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun challenge'e.